Respublika ixtisoslashtirilgan san'at maktab-internatining boshlang'ich sinf o'qituvchisi Usmonova Nodira Boqodirovna boshchiligida o'tkazilgan o'quv yilining yakuni, natijalar va xulosa nomli ota-onalar yig'ilishidan lavhalar. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar. Bugungi majlisimizda o'z vaqtida yetishgan o'quv yilimizni yakunlaganligi bilan barchani tabriklab o'taman. O'quv yilining yakuniy natijalari va xulosali nomlangan majlisimizda sizlarni qo'shtirgandan xursandman. Bugungi majlisimizda biz siz bilan o'quv yilining yakuni bo'yicha hisobot haqida tanishasiz. Turli treninglarda faollik so'rab qolaman. Undan tashqari yozgi ta'til topshiriqlari bilan tanishib olasiz hamda bolalarimizni sizlarga atagan kichik hadyalarni qabul qilib olasizlar. 16 nafar o'g'il bolalar, 19 nafari qizlarni tashkil qiladi. Mutaxassislik yo'nalishi bo'yicha 25 nafari rassomlarimiz hamda 10 nafari musiqa yo'nalishidagi bolalarimizni tashkil qiladi. Endi o'zlashtirish sifati bo'yicha bu yakuniy baholar sifatida olingan. A'lo baholarga jami 16 nafar o'quvchimiz, yaxshi baholarga 9 nafar o'quvchimiz hamda qoniqarli baholarga 10 nafar o'quvchimiz Kenjayev Muhammad Yusuf, Azam Muxtor, bittagina to'g'ri o'qib qolgan bolalarimizga shu mensiyalar o'quv markazlariga yaxshilar o'sha fanlarga ham ayniqsa ingliz tili, rus tilidan xos baholar qo'yilgan yaxshilar shu yo'nalishga kerak bo'ladi. Chunki bu signal degani hammasi alohida bitta past baho bo'lsa, albatta o'shani to'g'rilasangiz menga savolchilar qatoriga kirib olishadi. Endi baholar bo'yicha kimda norozichiliklar, savollar hammaga baholar ma'qulmi? Maqola tushunarli bo'ldimi? Yaqinda vatanga borib keldik. Eng katta ekskursiyalarimizdan eng qiyin va eng katta ekskursiyalarimizdan bittasi bo'ldi. Juda ham og'ir bo'ldi, lekin esda qolarli bo'ldi. Bolalarimizga o'simliklar ko'proq emas, birgalikda piknik qilish jarayoni bo'lishi mumkin. Daraxt kuzatuvlarimiz qachon ovqat yeymiz deb birgalikda jamoa sifatida ovqat yeyishimiz kutishdi. Ya'ni piknik qilish birgalikda o'tirib, choy ichib, orzu qilishardi va shu orzularga yetishdi. Manzarali joyda. O'ylaymanki, bolalarimizga ma'qul keldi degan umiddaman. Kuni kecha tanlov o'tkazildi. Chorshanba kuni atilla prosaga yozmadim, tanlov o'tkazaman deb. Ayshuni kelarkan deb balki o'quvchilarni birgalikda tanlov o'tkazgandim. Shunda ham 12 nafar o'quvchi o'zim kitobdagi maxsus matn tayyorlab hammaga sinfoniyaga qog'oz tarqatdim va shunda ham tayyorgarlik ko'rishmagan 12 nafar o'quvchi 100 tadan oshgan o'qish tezligimiz ancha ko'tarilgan tayyorgarliksiz. Demak, bu yaxshi ko'rsatkich. O'ylaymanki, 4 sinfda natijalarimiz ham faollik qilgan holatda rol almashamiz. Endi albatta qatnashishda shart favol bo'lasiz. Bunda qanaqa? Bitta ona bilan, bitta o'zingizning farzandinglar bilan chiqasladik. Masalan, Zaynab bilan Madina ham chiqsa, Zaynab oilalarning rolida, oilari Zaynab rolida. Masalan, eng muammoli vaziyat ota-onalarga albatta uyga vazifa jarayoni bo'ladi. O'sha jarayonni qilish qilinayotgan jarayonni ko'rsatib berishinglar kerak bo'ladi. Bu bolalarga yaxshi farzandlaring ham tunishiga uchun ham, farzandlaringiz bilan jarayonini tunish uchun ham katta yordam beruvchi jarayon bo'ladi. Bajarish jarayoni. Ana chiqishdan qizlar, qizingizga uyga vazifa qo'yilgan. Siz bo'lsa, farzandingiz o'sha shu maktabdan chiqishdan o'qishni qilyapti. Ko'rsatib berishingiz mumkin bo'ladi. Boshlaylik. Zaynab
qolmasin, termay olma. Qoltiramay. Shu navbatda bolajonlarimizlarni ota-onalar juda ham omadi borligini aytib o'tmoqchiman. Ular sizlarni juda ham yaxshi ko'rishadi. Aziz bolajonlarimiz, xo'sh, ana endi onajonlar farzandlaringlarni yaxshi ko'rishdan tashqari ularning qaysi insoniy fazilatlari bilan faxrlanasiz, insoniy fazilatlarni aqliy qobiliyati emas, a'lochi o'qishi, masalan, grammatiyla yutishi emas, faqat insoniy fazilatlarni misolga olib, men farzandim bilan faxrlanaman, chunki u juda ham rahmdil, mehribon deb insoniy fazilatlarni aytib o'tamiz. Bolalarni o'ylashda o'ziga nisbatan yana ham ishonchi ortadi. Bilaman, shu farzandlarni juda ham sevasilar, endi faxrlanishligini ham bilg'arishsin. Zolaxondan boshlaymiz. Judayam yaxshi. Zohir shoqolari. Judayam yaxshi. Hammaga mehmonlar ko'zimdan qaraydi. Yaramchi ham Mas'uliyatning o'qishga juda ham yaxshi. Ayniqsa sizlar oilasiga juda ham mas'uliyat. Yani bu insoniy hisoblaridan avvalambor juda ham oqlangan, samimiy, rahmdil va o'z o'rnida har doim ota-onasining sevgilari juda ham mehribon. Sinfdan ba'zi mehribon bo'lib ketdilar, Farruh. Rahmat. Sizlarni gaplariga qo'shiladi, o'zida mehribon. Keyin qo'ldan kelgancha kimga eng qanaqa ish qo'ygan yordam bergan o'qitadi. Kim olib ketmaydi. Birovlar aslida xudolar qilgan. O'zini formalarini qo'lda yuvib, ertasiga dazmollab, ketadi. Yuvishliklar, ish tomon charchasangiz, ishim ko'may qolganman, ishlarni oshxona o'tirib boshlaganman. Bekatish. Rahmat. Buni safar. Yordamchi ham sinfimizdan xoslashib ketadi. Sizga yordam berib, Smoqchi ham bo'lganman. Hozir xotinimga qaraganda boshim og'riydi, yarim tunda tursaman, turadi onam. O'shanda bolamdan uyalaman. Mana keyin man tushunadi, darsdan chiqqandan keyin ishxonamga kiradi. Soat 11gacha 12da ketsak ham man tushunadi. O'sha qizim salban aniq qiladi. Nima desam keyin noliydi. Bu unaqa. Keyin emotsional shu qanaqa xato kamchiligi. Keyin menga ko'proq taklif qilmaydi, sizga hozir kelgan, sizga ko'proq taklif qiladi. Rahmat. Zodaxon. Ko'proq kerakmi? Vakansiya bersalar, kantinga qo'yib qo'ysan, Zabrayin ko'proq dars qilganim uchun Fayzulda ham mana boshqa bolalarga juda mehribon, ukasiga ham ayniqsa, agar ukasi masalan qo'pol qilib jim o'tiradi, past yuradi deydi. Shunaqa juda yaxshi pastda juda ham nima deydi, muammolarni tushunadi, yordam beradi. Ayniqsa mana mehmonlar bizga kelganda juda yaxshi ko'rsatadi. Mehmonga borishni ham, bu joyga borishni ham juda ham yaxshi ko'rsatadi. Mehmon kelganda dasturxonlarimizni tuzab, chiroyli qildiradigan o'g'lim bo'ladi. Ana endi eshitdinglar, bolalar ota-onalar desam qanaqa yaxshi bo'lishligini, faxrlanishligini o'ylaymanki, to'qqizimizga yana ham mukammalroq o'tkazadigan. Dars qidirishdan tashqari bolalarimizniki 90 oqyonida bo'ladi. Yaxshilab, chiroyli qo'rqatib borishda ishlashlarini maslahat beraman. Tarbiyasi borasida yaxshilab korreksiya qiladigan joylarni to'g'rilaydi. Ayniqsa bu gap ko'proq xafa bo'lmaydi. Qizlarni qo'ymalarga tegishli. Qizlarimiz emas, kerak-keraklarni injiqliklari me'yordan oshib ketyapti. Shuning uchun yoz faslida ancha me'yorga keltirishinglarni to'g'risida og'ir mas'ul talab bo'lib kelishligini so'rab qilamiz. Yozgi ta'tilda sizlarning xabaringlar bormi yo'qmi bilmayman. Bolalarimiz boradigan joylarni menga aytishgan. Men yozda oyimga yordam
yordam bermoqchiman. Men yozgi ta'tilda Yigitga ketgim kelyapti. Men yozgi ta'tilda Buxoroga buvim bilan bobomga yordam bermoqchiman. Men yozgi ta'tilda oilam bilan Buxoroga bormoqchiman. Men yozgi ta'tilda Samarqand Registoniga bormoqchiman. Men yozgi ta'tilda buvimga borib yordam bermoqchiman va ular bilan toqqa bormoqchiman. Men yozgi ta'tilda buvimga yordam bermoqchiman. Men yozgi ta'tilda Samarqandga bormoqchiman. Men yozgi ta'tilda onamga yordam bermoqchiman. Men yozgi ta'tilda oromgohga bormoqchiman. Men yozgi ta'tilda Issiqko'lga bormoqchiman. Men yozgi ta'tilda dachaga bormoqchiman. Men yozgi ta'tilda oromgohga hamda futbolga bormoqchiman. Men yozgi ta'tilda dachaga bormoqchiman. Men yozgi ta'tilda taekvondo bo'yicha musobaqaga bormoqchiman. Men yozgi ta'tilda Buxoro, Samarqandga bormoqchiman. Men yozgi ta'tilda to'garaklarga bormoqchiman. Men yozgi ta'tilda gimnastika to'garagiga qatnashmoqchiman hamda o'zim xohlagan holatda rus tili va ingliz tiliga ham qatnashmoqchiman. Men yozgi ta'tilda futbol va suzishga boraman. Endi yozgi ta'til topshirig'ida u yerda kitoblarga ko'p bo'lishi mumkin. Ularni bolalarimizning yoshiga nisbatan mos bo'lsa bemalol o'qib mutolaa qilishlik kerak. Endi men o'zim sizga tavsiya beradigan adabiyotlarim, jahon adabiyotini ham aralashtirganman. O'zimiz adabiyotdan Otabek Quvvatning Onajoning sarguzashtlari yoxud zamon tomomon olamida juda ham ajoyib kitob. Bu o'zimizning o'zbek adabiyotimizni bolalarga atalgan hikoyatli kitob. Ikkinchisi Jul Verne'ga dunyo bo'ylab 80 xil kinolari ham bor. Endi bolalarimiz kitobni o'qishsa boshqacha tasavvurga oshadi. Uchinchisi Zanira Dari Rim ertaklari. Bu yerda ertaklar to'plami keltirilgan. To'rtinchi adabiyotimiz yana Zanira Dariga to'xtalib o'tgan. Eng ajoyib kitoblardan biri Samina To'rg'onchilar mamlakatida nomlanadigan. O'zim bu safar maxsus matn tashiyman. O'sha matnni bolalarimiz o'z baroli daftarga, chiziqli baroli daftarga ko'chirib yozishadi. Matematikani o'zim bosh variantida jo'nataman, eskicha qilib o'sha qog'oz o'ziga topshiriqlarni bajarasizlar. Endi bolalarimiz 9 sinf uchun kerakli o'quv qurollarimiz ro'yxati o'zgarmagan, maktab o'rnasi o'zgarmagan, oq-qora, to'q bo'lishi ham bo'ladi. Faqat qizlarimizdan onajonlariga iltimos qizidan past yoki ana endi bolalarimiz bir hafta davomida sizlarga o'qiyotgan yil uchun, mehr berayotgan yil uchun, doimiy e'tibor berayotgan yil uchun Rossiya menga minnatdorchilik gaplarini aytishgan yaxshi qo'yishi. Shu jumladan bolalarimiz sizga minnatdorchilik maktubini ham tayyorlab qo'yishgan. Endi bolalarimiz o'quvchilarimni taqdirlashi lozim deb topdim. 3-sinf o'quvchisi Xo'jayeva Vazira o'quvchini a'lo baholarga yakunlaganligi va namunali o'quvchi faxriyorlik bilan taqdirlanadi. A'lo baholarga yakunlaganligi ishlar ko'p bo'lishiga qaramasdan doimo yonimda bo'lib qarashayotganlar to'g'riga katta maktabimiz ma'muriyatidan tashakkurimizni izhor etamiz. Tabriklab qo'yinglar, rahmat. Ota-onalar, bugungi majlisimiz ham o'z yakuniga yetay deb quvvatdi. Kim qanday savollarga javob topa olmadi. Rahmat sizga kelganiga rahmat. Issiq kunga bo'lishiga qaramasdan hammaga ishli uzoqdan kelgan misollar, yumushlar ishlarga juda ham ko'p ishdan javob so'rab kelganlarga Andijondan kelgan bolalarimiz, onalarimiz bor. Andijondan juda ham vaqtli bo'lib chiqishgan bo'lishi kerak. Mendan oldin mana 9 da yetib berishdi, majlisdan avval yetib kelganingiz sizlarga alohida rahmat. Ustoz bilan suhbat qilganingizga juda ham sizlarga xursand bo'ldim. Kelganingizga katta ham rahmat. Sizlarni rahmat. Bolalarimizni mana kichkinagina sovg'acha degan bo'ladi. Bolalarimiz yelpinib yurishadi. Sog'lig'ida bolalarimizni